Ya'ni bu ishimizni nech pul olganmiz, shularni batafsil ustani o'zidan so'raymiz. Mana usta bu pardani osamiz, karnizlarni o'rnatib bo'ldik. hammaga hozir qiziq bo'lyapti. Shu proyektimizni qanchaga oldik? Bunga mana hozir men ichida bo'ldik-ku, qancha vaqt ketyapti? Misol 1 soat bo'lmadi-da kelganimizga. 1 soat. Assalomu alaykum, hammaga yaxshi kayfiyat. Mana bugun sizlar videolarimda ko'p so'raysizlar yoki o'zimga yozasizlar, aka ingliz tilini bilmayman, nima ish qilsam bo'ladi, qancha topaman. Shunga o'xshagan savollar juda ko'p. Mana bugungi videoyimizda inshaalloh batafsil ma'lumotlarni beramiz. Ya'ni siz biznes qilmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasam tilni bilmasangiz qanaqa, nech pul topaman ekan, qanday ish qilaman ekan degan narsalarga bugungi videoyimizda javob olasiz. Ya'ni bugun men poslovnilikka chiqqanman, ya'ni xaltura qilgani, ingliz tili umuman kerak emas, chunki meni olib borgan odam o'zi gaplashib, o'zi olib kirib ketadi va u qancha daromad qiladi. U ham hamma yurtimiz, ya'ni O'zbekistondan shu biznes qiladi, ya'ni parda o'rnatadi. Shu sohada 2 yildan beri ishlayapti. U odam qancha daromad topadi va til bilmaydiganlarga qancha berishim mumkin, o'shalarni bugungi videoyimda batafsil tushuntirib beraman. Agar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki kelasi videolarda bundan-da zo'r videolar chiqishi kutilmoqda. Ya'ni qurilish sohasida addelchilar yoki bo'lmasam shunga o'xshagan mavzular endi chiqishni boshlanadi. Unda qani boshladik. Mana hozir usta bilan birga ketyapman. Hozir ustadan ma'lumot olamiz. Ya'ni Dubayda qanchadan beri, ismlari kim, qanchadan beri kompaniyasi borligini va batafsil ma'lumot o'zidan olamiz. Va usta, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Muhammad Solih. 6 yildan beri Dubayda yashayapman. Bu parda sohasiga, parda jalyuzi sohasiga 4 yil bo'ldi kirganimga. O'zimni kichkina kompaniyamni ochib, kichkina biznesimni yo'lga qo'yganman. Hozir bir proyektimiz bor. Dubayda Creek Harbor degan joyda. Shu proyektimizga parda qo'yishimiz kerak. Parda qo'yishda skladlarga borib narsalarni olishdan boshlaymiz. Yo'ldamiz skladlarga ketishga. Here color with 336. Bugungi o'rnatadigan pardamizni karnizlarini kesgani keldik skladga, karnizlarini olgani, aksessuarlarni olgani keldik. Xudo xolasa pardani ham birga o'rnatamiz. No, 163 two pieces. Okay. But take it. How many pieces? 1 2 3. Mana hozir obyektimizga kirdik. Hozir ustamizdan so'raymiz, biz nima qilamiz va bu proyekt nech pulga oldik? Ya'ni bu ishimizni nech pulga olganmiz? Shularni batafsil ustani o'zidan so'raymiz. Mana usta, endi siz gapiring, mana hozir bugun nima ish qilamiz? Mana olib chiqib oldik narsalarni. Bugun bir xonali uyimizga parda o'rnatamiz. Zalga, yotoqxonaga parda o'rnatamiz. Zalimizga shifon yubqa pardamiz bor. Shundan o'rnatamiz mana bu yerda. Bu pardani osamiz, karnizlarni o'rnatib bo'ldik. Bu pardalarimizni osamiz. Yotoqxonaga, spalniga blackout deymiz, 100% tashqaridan yorug'ni to'sadigan, privacy beradigan pardamiz bor, shuni osamiz. Ya'ni ko'rinmasligi uchun, to'g'rimi? Ko'rinmasligi uchun. Xo'p, hammaga hozir qiziq bo'lyapti. Shu proyektimizni qanchaga oldik? Bu proyektimizni o'zi kichkina derazalar, 2 dona deraza bor. Keyin bir qavatli pardalar bo'lgani uchun narxi juda ham qimmat emas, $600 ga ikkita deraza. Materiali, karnizi, ustanovka bo'lishi, pardalarning hammasi $600 ga tushdi. $600. Endi bunga mana hozir men ichida bo'ldik-ku, qancha vaqt ketyapti? Misol 1 soat bo'lmadi-da kelganimizga. 1 soat bo'lib bo'lmasdan proyektimizni hozir olib ketishga уже tayyor bo'lib turdik. Video avval gapirib bering dedim ustaga. Pardalarni osamiz, bo'ldi, ketamiz. Ko'ryapsizlar, mana hozir yana batafsil tushuntirib beramiz. Shu yoqqa tushib olib, chunki bu yerda permit degan narsa bor. Vaqtimiz chegaralangani uchun tezroq, sifatliroq ish qilib ketaylik deyapmiz. Mana usta o'zingizlar olib meni podsobnilikka chiqarib olgan. Asosiy ishim nima bo'lyapti? Meni olib berish bo'lyaptimi? Samarez olib berish. Endi bu yana anaqa tepadan chiqib, tushib ko'p vaqt ketar ekan, lekin shunga bitta yug'ur yetimga bitta odam kerak bo'lar ekanda, bari o'sha odam men bo'ldim bugun. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerga yana ichkarida bu nimamizga
oynalarimizga shu pardalarni osyapmiz. Mana bir tarafini osib bo'ldik. Endi bu tarafini hozir osyapmiz. Uje usta degan o'zini ishini qilyapti. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Buni ham qilib beramiz. Agarda Dubay ichida kuzatib, uyingiz bo'ladigan bo'lsa, pardalarni ham o'rnatib bera olamiz. Shu nari chef minus uzastroq yoza olasizlar. Manzarani qaranglar. Mana spalnisi ekan, spalnidan bitta ochadi, ves manzara ko'rinadi. Hayotda yashashyapti insonlar. Yana bir narsani obzor qilishni xohladim, ya'ni bu uy qanaqa? Ko'ringlar. Misol uchun bu yerga kirganingizda mana kuxnya. Bu yerda kuxnyasi bo'ladi. Endi mana kelibdi narsalari, hamma anjomlari bu yerda turibdi. Shu dizaynda kuxnya. Bu yerda xolodilnigi bo'lar ekan. Bu yer zal, o'tiradigan joyi. Уже bu yerda televizor, bu yerda balkoni bor. Bu yerda esa hammom tualeti. Shu sharoitlarni qilib qo'ygan ekan. Va ko'rib turganingizdek bu spalnisi. Spalnida ham misol uchun vid bomba bo'lib turibdi. Bitta ochilgandan keyin holat o'ta go'zal. Usta mana ishimiz tugadi. Nima maslahat berasiz mana men obunachilarimga, mana biz kelmoqchi bo'lganlarga bir ikki og'iz gap. Kelmoqchi bo'lganlarga kelinglar. Ya'ni risksa bo'laveradi, to'g'rimi? Risksa bo'ladi. Riskovatdan qo'rqmaydiganlar. Ha, riskni olishdan, ya'ni hayotingizda qanaqadir o'zgartirmoqchi bo'lsangiz va ikkilanayotgan bo'lsangiz, tavakkal qilib kelaveradigan joyi. Mana ko'rib turibsiz, bunaqa ishlar ham bor ekan, lekin oson bo'lmaydi. Bu sizlarga ko'rsatganim, bu hammaga ham bunaqa nasib eta olmaydi. Ya'ni men bugungi misol uchun shu oddiygina 1 soat, 1,5 soatga birga yurib, yanida yurib, qayerdandir ofislarga bordik, ofisdan chiqib, nima deydi? Warehouse ga bordik, warehouse dan kerakli anjomlarni olib, bu yoqqa keldikda, bu yerda 45 minut ichida уже obyektimizni tugatib qo'ydik. Va kuniga misol uchun bu bizga $600 ichida 1 soat ichida u yoq vaqtimiz 2,5 soat ichida $600 topdik. Endi menga bu yoq bunday qilib qaraganda $30 beriladi. Ya'ni 100 dirham bo'ladi. Endi aytib qo'yaveraylik-ku. Endi 100 dirham bo'ladi. Endi bu hammaga ham emas, prosta men chiqib yordamlashganim uchun, lekin ba'ziga hollar bo'ladi, o'zingiz ham misol kafel yopish bo'ladi yoki bo'lmasa oxlash, aboy bir narsalar bo'ladi. O'shalarga 200-300 dirhamning atrofida beriladi. Bu degani oddiy postovnilar, lekin kompaniyalar qancha topishini bilmoqchi bo'lsangiz, kelasi videoda sizlar uchun video qilaman. Uning uchun o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Mayli, kelasi videoda ko'rishguncha, xayr.